Ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan hamyurtlar 2025-yil 14-may sanasida Carmen degan giloslarimiz do'stlar, Valovoyda 10 gilos. Bandi uzun bo'lar, chidamligi zo'r do'stlar. Buni ko'ringlar. 8 yasharlik mana gilos, tagi vishna qora giloslar do'stlar, mana bir xilda yetilgan. Kalibrni ko'ringlar. 30 dan 32 gacha beryapti. Hali yetilmagan. 2 kun uzoq kelsa 2 kunda uziladi. Ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Do'stlar, olganini ko'rib qo'shma bo'larmikan, bo'lmasmikan deganlar mana do'stlar. Holatlarni ko'rsatib qo'ying do'stlar. Mana sizlarga endi uzun ko'rsatamiz. Mana do'stlar. Olib keling. Do'stlar, gilosga baho beringlar. Ko'rsatib o'ting. Buni ko'ringlar. Bir xilda mana 11, 12 gram shu mana 12 gramga chiqyapti. 2 kun oralab uziladi do'stlar. Mana 12 gram. Eng qizig'i sizlarga kalibr o'lchadiganda ham o'lchab ko'rsatamiz. Hozir mana Rossiyaga 20 gilos bo'lsin deyapti. Do'stlar, buni ko'ringlar. 26, 28, 28, 30. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana 32 do'stlar. Gilosga baho beringlar. Gilosdan boq qilaman deydiganlar Carmensa hamma biladi. O'zini-o'zi changlatuvchi sortlardan biri. Do'stlar, endi yaqinroq olib kelib ko'rsating. Do'stlar, mana olganiga bitta baho beringlar mana. Deganini. Buni ko'ringlar, bitta shoxchasida do'stlar. Sog' bo'linglar, mehnatdagi lak bosgan, gilosdan boq qilaman deganlarga bitta jo'natib qo'yamiz do'stlar.